Bugun negadir onajonimni o'choqda qilingan ovqatlarini sog'indim. Shunga o'choqda bir bolalarimga lag'mon pishirib beray dedim. Mani har doim ishonchimni oqlab kelgan Mo'tabar o'rnidan xamir qilishni boshladim. Bir kosa suvga 2 tuxumni solib, qattiqqina xamir qildim. Lag'mon xamirini 10-15 minutda mushlab turish kerak. Bo'lmasa xamiringlar cho'zilmaydi. Qo'llarimizni yog'lab, xamirni kesib, tindirishga olib qo'yamiz. Tingan xamirimizni cho'zib, yog'lagan idishga aylana shaklda o'rab chiqamiz. Lag'monga kerakli sabzavotlarni archib, o'choqqa o't qalashni boshladim. Qozonga yog'ni solib, ketma-ketdan mahsulotlarimizni qovurishni boshlaymiz. Ha, aytgancha, boshqa qozonga suv solib, uni ham teng qaynashga qo'yish kerak. Qo'llarimni o'ynatib, lag'mon cho'zishni boshladim. Ha, aytgancha, ovqatim rosa ko'p bo'pti. O'sha uchun yarmini usta tovoq qilaman. Jiyanimni uyida 1 oydan beri usta yuribdi. Axir men xolaman-ku, usta tovoq qilib bermasam bo'lmaydi. Qalay chiqibdi lag'monim? Lag'monim yoqqan bo'lsa, sizlardan like va kommentariy kutib qolaman.